Milliy qadriyatlar jilosi, urf-odat va an'analar tarannumi aks ettirilgan ko'rik-tanlovda Samarqand, Buxoro, Surxondaryo va Toshkentdan tashrif buyurgan yigit-qizlar ishtirok etishdi. Maqsad o'z hududlaridagi ko'rinishlarni tasvirlab, tug'ilib o'sgan diyorlarning dovrug'ini ko'kka ko'tarib, g'olib bo'lishdan iborat. Ayni damda sahna orti jarayonidamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek ishtirokchilar o'zaro tayyorgarlik ko'rishmoqda. Hozir ularni suhbatga tortamiz. Bugungi tanlov o'ylaganimizdan yaxshi o'tadi, chunki hammamizda yaxshi kayfiyat, a'lo darajada. Hammamizga omad tilayman. Rahmat. Tayyorgarlik qanday? Tayyorgarlik juda ham ajoyib. Biz jamoada juda ham zo'r tayyorgarlik yaxshi. Hozir qanaqa jarayonni ko'rsatmoqchisizlar tomoshabinlarga? Hozir biz aynan Surxondaryo hududidagi Qo'ng'irot qabilasiga tegishli bo'lgan to'y udumlarini ko'rsatib bermoqchimiz. Yelim diye işlagan, cürt başım aman bulsun. Yelim diye işlagan, cürt başım aman bulsun. Aha ha ha hey ho 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 hey. Aha ha ha hey ho 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 hey. Qatnashchilar 3 ta shart bo'yicha bellashdilar. Ushbu tadbir talabalar o'qishdan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari va milliy, madaniy hamda ma'naviy qadriyatlarimiz bilan yaqindan tanishishlari maqsadida tashkil etildi. Bugungi tadbir hozir mintaqa bosqichi, ya'ni viloyatlarda 4 ta g'olib bo'lgan jamoalar bugun o'zaro bellashadi va bitta eng yaxshi deb topilgan jamoa mana shu mintaqani sharafini respublikaga finalga himoya qilish uchun yo'llanma oladi. Hali odamlar ko'rmagan, masalan, bu viloyatda bor qadriyatlar boshqa viloyatda yo'q, ularda bor, bu yoqda yo'q. Biz o'zaro mana shu qadriyatlarni baham ko'ramiz, bir-birimizga ko'rsatamiz, faxrlanamiz, maqtanamiz. Ishtirokchilar milliy kiyimlarni o'ziga xos tarzda taqdim etib, she'rlar, qo'shiqlar va teatr sahnalari orqali qadriyatlarimizga bo'lgan mehr-muhabbatni ifodalashdi. Tanlov yoshlarning milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatini oshirish, ijodiy salohiyatini namoyon qilish va o'z bilimlarini boyitish uchun ajoyib maydon bo'ldi. G'olib bo'lgan jamoa vakillari navbatdagi bosqichga yo'llanmaga ega bo'lishdi.